Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar aholining yaxshi yashashi va biznes uchun zarur infratuzilma yaratish, asosiysi tadbirkorlikni rivojlantirish, fuqarolarni ishga kirish pirovardida aholi farovonligini ta'minlashga xizmat qilyapti. Qo'shko'pir tumani Xorazm vohasining g'arbida, viloyat markazidan ancha olisda joylashgan. Qo'shko'pir tumani shu respublikamiz miqyosida mana yangi O'zbekistonni barpo qilish, tadbirkorlikni rivojlantirish, ilm-fanni taraqqiyotini ta'minlash, barcha sohalarda yutuqlarga erishib ketyaptilar. Tumanimizda bo'layotgan o'zgarishlarni men 70 yoshdan oshgan nuroniy sifatida bemalol ayta olaman. Mana qaysi tomondan kelsangiz, Urganch tomondan kelasizmi, Xiva tomondan Qo'shko'pirga kirib kelasizmi, Yashovot tomondan kelsangiz, mana yangi O'zbekiston massivini qurilishini ko'rasiz. Bir odam hayratga tushadi. Bizlar bunday yangiliklarni, o'zgarishlarni, bunday obodonchilik ishlarini orzu qilganmiz. Mana hozirgi bo'lib turgan uzoq qishloqlardan ichki yo'llardan hammasini asfaltlashtirilganligini havas qilib, faxr tuyg'usini his qiladi. Qo'shma korxonalar tashkil qilingan, klaster faoliyati yo'lga qo'yilgan. Eng asosiysi bizda tinchlik, og'zibirchilik. 9 yil oldingi Qo'shko'pir bilan bugungi Qo'shko'pirning o'rtasida ancha farq bor. Ko'chalarni obod bo'lganligi, tungi yoritgichlarni o'rnatilganligi, aholining ichimlik suvi bilan to'liq ta'minlanganligi. Tuman markazini oladigan bo'lsak, markazimizda mana katta istirohat bog'imiz chiroyli rekonstruksiya qilinib, bugun aholimizni dam olish uchun, oilasi bilan hordiq chiqarish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Davlatimizning rahbarini, butun davlat xizmatchilarini oldiga qo'yib turgan vazifalari, topshiriqlari ijrosini ta'minlash maqsadida mana tumanimizni iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish uchun tizimli ishlar olib borilmoqda. Ayollar daftarini joriy qilish orqali birgina bizning tumanimizda 30 mingga yaqin ayollarga amaliy yordamlar ko'rsatildi. Ularning uy-joy bilan ta'minlanishi deysizmi yoki bo'lmasa tibbiy yordamlar ko'rsatib, dori-darmon bilan bepul ta'minlanishini aytasizmi? Ko'p yillardan beri qiynab yurgan muammolari yechim topmoqda va albatta maktablardagi zamonaviy jihozlar bilan jihozlanganligini ko'rish mumkin. Bundan 9 yil oldin bilamiz, issiqlik tizimida muammolar bo'lib, maktablarda mana shu jihozlarni, texnika vositalarini yetishmasligi juda katta muammolarni keltirib chiqaradi. Bugun barcha maktablar zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalar bilan ta'minlangan. Mana laboratoriyalari to'liq jihozlangan. Davlatimiz rahbarining kreativ fikrlar asosida jamiyatni tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlaganligi, ilm-fanni rivojlantirishi natijasida mana shunday yutuqlar qo'lga kiritilyapti. Bu bizning yoshimizga yosh qo'shadi. Avvalgi 1-2 Renessansni davomchilari sifatida o'ylayman tarixda qoladi bu davlat. Mana shu rahbariyat ham bu hech qachon unutilmaydigan bir ajoyib tarix bo'ladi. Ong'i esi bor odam bundan minnatdor bo'lmay iloji yo'q. Shunchalik qurilish Xivada bo'lib turibdi. Urganch shahrida ko'rsangiz, har borganda o'zgarishni ko'raman men Urganchda. Bunday darajadagi tempdagi, bunday tezlikdagi qurilishlar, bunday hashamatli, bunday eng zo'r zamonaviy dizaynga ega bo'lgan binolar maqarang bo'lgan emas. Yo'llar ravon, hammasi qo'lda ayasinday, takiz. Urganchga borib kelganingizni sezmaysiz. Qo'shko'pirni markazini qarang, prezidentimizni e'tibori, tashkilotchiligi, qilib yurgan ishlari hamma vaqt tahsinga sazovor. Inson qadrini ulug'lash masalasi shundan ortiq bo'lmasa kerak deyman. Tumanimizda bundan 7-8 yil oldin burun elektr ta'minoti, gaz ta'minoti, suv ta'minoti qoniqarli darajada emas edi. Mana hozirgi bo'layotgan o'zgarishlar inson ko'zini quvontiradi. Mana prezidentimizning yaqinda Oliy Majlisga hamda xalqimizga qilgan murojaati bo'lsin yoki O'zbekiston 2030 strategiya bo'lsin, barcha yo'nalishlari inson omili, inson qadrini ulug'lashga, aholini sharoitini yaxshilashga qaratilgan. Ayniqsa bu yilni mahallani rivojlantirish hamda jamiyatni yuksaltirish yili qilib belgilanishi xalqimizni xursand qildi. Chunki mahalla rivojlansa, jamiyat yuksaladi. Tumanimizda eng quvonarlisi markazlashgan kanalizatsiya quvurlari yotqizildi. Hozir shunday katta ishlar qilinyapti, quvonib ketaman.
Qo'shko'pir tumani iqtisodi aholining daromadi yaqingacha qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lgan. Oxirgi yillardagi islohotlar tufayli esa bu hududga ham sanoat kirib keldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni bir qancha istiqbolli loyihalar amalga oshirilyapti. Jumladan biz turgan korxona ham 2018-yilda tashkil etilgan bo'lib, bugungi kunda 200 dan ziyod xotin-qizlar doimiy ish bilan ta'minlangan va bu yerda asosan choychap va boshqa turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilib, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarga eksport qilinyapti. Bir paytlari arzimagan pul uchun dalada ketmon chopgan yoki ish o'rni bo'lmagani bois to'rt devor ichida o'tirgan xotin-qizlar bugun katta bir sexning ishchan xodimiga aylanishgan. Ular orasida hatto xorijga chiqib turli tuman qiyinchiliklarni boshdan kechirganlari ham bor. Bundan bir necha yillar oldin xorijda qiynalib ishga kelganman. Bu yer undan ko'p marta yaxshiroq. O'zbekiston ona yurtimiz. Men yolg'iz onalikim tufayli 2 xonali uy olganman. Bu yerdan juda ham minnatdormiz. Mendan tashqari qancha xotin-qizlar bu yerda ishlab kelmoqda. Oyliklarimiz juda ham yaxshi. Har oy oilamizga oziq-ovqatlar beriladi. Oldin bunday korxonalar bo'lmagan. Prezidentimiz sharoit yaratib bergani tufayli shuning korxonalari ochilibdi. Shularda ishlab kelmoqdamiz. Bugungi islohotlarning muhim natijasi sifatida fuqarolar orasida boqimandalik kayfiyatining yo'qolib borayotganini ko'rsatish mumkin. Ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimiz uchun moddiy ma'naviy ko'mak berilishi bilan birga o'z moliyaviy va ruhiy holatlarini yanada yaxshilash uchun imkoniyatlarga yarasha yo'l ham ko'rsatilyapti. Ushbu korxonada Munisa Narimonova singari 30 nafarga yaqin opa-singillarimiz faoliyat ko'rsatmoqda. 2025-yil noyabr oyida ishlayman. Ish jarayonimiz yoqadi. Qadaklash, tikuvchilik, chiska nima ishlataman. O'zimiz mahalladagilar tikuvchilikni o'rganganman. O'zim ishim yoqqani uchun shu ishga kirganman. Ijtimoiy himoyadagilarim hamma xabar olib turadi. Ularning ko'magi bilan ishga kirdim men. Uyda o'tirganda zerikardim. Bu yerga kelib, yaqin dugonalar, do'stlar orttirdim. Bizning mahsulotlarimiz Rossiyaga boshqa bir mamlakatlarga eksport qilib jo'natiladi. Bundan xursand bo'lamiz. Prezidentimizga biz kabi yoshlarga shunaqa sharoit yaratib bergani uchun, g'amxo'rlik ko'rsatayotgani uchun minnatdorman. Shu korxonaga ishlaganimga 5 yil bo'ladi. Ishlagan vaqtim oddiy tikuvchi bo'lib kelganman. Shu yillar mobaynida master darajasiga yetishdim. Hozirda qo'limda 60 nafar ishchi qizlarimiz bor. Sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishini ta'minlab kelmoqdamiz. Sifatli mahsulotlar ishlab chiqarib, mahsulotlarimizni yanada ko'proq davlatlarga eksport qilish niyatlarimiz bor. Korxona tomonidan shu ishchi xodimlarimizga har 15 kunda oyliklar o'z vaqtida tushib beriladi. Bepul transport vositalari ham yo'lga qo'yilgan. Hozirda bizning korxonamizda shu imkoniyat cheklangan qizlarimiz ham ishlab kelmoqda. Qizlarimizning soni 30 nafarni tashkil qiladi. Ular ham o'zlarini moslashtirilgan, qiynalmasdan shu ishlashlarini ta'minlab qo'yibmiz. Shu o'rinda ma'lumot mazkur korxona qolaversa Urganch va Buxorodagi filiallar tomonidan oyiga ushbu turdagi mahsulotlardan 125 ming 130 ming dona ishlab chiqarilib 100% eksportga yo'naltirilyapti. Yaqingacha tumanda yetishtirilgan paxtani chuqur qayta ishlash imkoniyatlari umuman yo'q edi. Moddiy manfaatdorlik haqida esa gapirmasa ham bo'ladi. Endilikda esa Qo'shko'pirda ham yirik paxta to'qimachilik klasteri tashkil etildi. 56 million dollarlik loyiha evaziga tumanda ip-kalava ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Germaniya, Shveysariya, Turkiya, Italiya va boshqa ilg'or davlatlardan zarur uskunalar olib kelib o'rnatilgan. 40 ming tonna paxta kirsa, shu klasterimizga shundan chiqqan tog'larni hozir biz qayta ishlaymiz shu yerda. Yillik 20 ming tonna tog'larni qayta ishlashga kuchimiz yetadi. Tog'lardan faqatgina shu chigitni ajratib olish emas, shu endi chigitdan moy ishlab chiqarishda ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Hurmatli prezidentimizni mana bizga tadbirkorlarga keng imtiyozlardan foydalangan holda loyihani qilingan. 56 million yevrolik loyiha bu. WM Qo'shko'pir klasterimizda ip-kalava ishlab chiqaramiz. Bu yerda ikkita blokimiz bor. A blokda kuniga 15 tonnacha ip-kalava ishlab chiqariladi. Bu yerda 150 ta ish o'rni yaratilgan. Bu blokimizda esa 600 ta ish o'rni yaratilgan. 30 tonna kunida ip ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda 28 ming 30 ming tonna paxtamiz tog'lar shakliga qayta ishlanib turibdi. Tekstil sohasiga qiziqardim. Toshkentda ishlab, malakani oshirib, Qo'shko'pirda mana shu tekstilimiz ochilishini eshitib, bu yoqqa yana qaytib keldim. Tumanimizda mana shunaqa fabrika ochilishini kutyaptik. Mana daftardagi turgan ayollarimiz mana ishli bo'lyapti. Uzoqdan qatnaydigan ayollarimiz kelishiga sharoit yaratilgan. Korxonamiz keyingi bosqichga ishga tushsa,
qolgan ayollarimiz ham ish bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari 5 million dollar investitsiya kiritilishi hisobiga tumanning yana bir korxonasida omoqda yem mahsulotlari ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. Galdagi marralar eksportni yo'lga qo'yish. Oldin tavuk bakkan paytlarimizda pamaşalan satıp alıp özümüz tayyorlaganmiz. 2021 yıldan bu yana özümüzün zavod kurup nafaqat özümüze respublika miqyosida hamma tavukçu çorba fermerlarga yetkazib berib turibmiz mahsulotimizni. Bir kunda 150-170 tonnagacha ishlab chiqamiz. 2 smenada. 10-12 kilo mahsulot chiqadi. 2 smenada 50 odam ish bilan ta'minlangan. Yana bir zavod qurish niyatidamiz. Talab ehtiyoj ortib qo'yadi. Odamlarni ish bilan ta'minlash yana da ko'payadi. Hozir günümüzde bize şu chetdan kelib turgan yemlarni sifatidan ham qolishmaydigan yem mahsulotlarni tayyorlab turibmiz. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlar bilan shartnomalar bo'lib turibdi. Eksportni ham shu yildan yo'lga qo'yish niyatimiz bor. Hurmatli prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga yaxshi sharoitlar yaratilib turibdi. Tadbirkorlikda nima ish qilaman desangiz, hammasini keng sharoitlar yaratib berilgan. Hammasidan faqat foydalanish kerak, mehnat qilish kerak, ishlash kerak. Zavod uskunalarimiz Xitoy davlatining ishlab chiqargan. Bu yilgi rejalarimizda Germaniya davlatidan uskunalarni olib kelib, ko'p mahsulot chiqaradigan soatiga zavodni qurish niyatidamiz. Prezidentimizning 2024-29 noyabrdagi Xorazm viloyatini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga asosan Qo'shko'pir tumanida 175 gektar yer maydonida O'zbekiston-Xitoy texnoparki maxsus sanoat zonasi tashkil qilinishi belgilangan. Amalga oshiriladigan loyihalar uchun zarur infratuzilma, ya'ni avtomobil yo'llari, suv va kanalizatsiya tizimlari, tabiiy gaz tarmoqlari hamda elektr energiyasi bilan ta'minlashni Xitoy tomonidan tashkil qilingan boshqaruv kompaniyasi amalga oshiradi. Buning uchun 160 million dollar investitsiyalar o'zlashtirilib, texnopark uchun 200 megawattgacha quyosh fotoelektr stansiyasi qurib foydalanishga topshiriladi. 我们是响应然后中国一带一路然后号召然后来到 Biz O'zbekistonga Xitoyning bir makon bir yo'l tashabbusi doirasida O'zbekiston Xitoy fan va texnologiyalar sanoat parki tashkil etilishi munosabati bilan keldik. Ushbu sanoat parki hududga sezilarli rivojlanishni olib keladi. Biz quyosh fotoelektr stansiyalarini barpo etuvchi va qo'llab-quvvatlovchi kompaniyamiz. Biz zavod quramiz, ishlab chiqarishga sarmoya kiritamiz va ko'proq odamlarga ushbu fotoelektr korxonasidan foyda olish imkonini beramiz. Eng muhimi, ushbu sanoat parki turli kompaniyalarga ko'plab foyda keltiradi. 更想来投入咱们这国家在这边落地生根。 Qo'shko'pir tumani chindan ham so'nggi yillarda ulkan bunyodkorliklar maydoniga aylandi. Jumladan biz turgan Yog'ur mahallasida 32 gektar yer maydonida yangi O'zbekiston massivi bunyod etilyapti va bu yerda jami 107 ta ko'p kvartirali uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan va ularda 3132 ta ko'p kvartirali xonadonlar joylashadi. Bugungacha esa 840 ta xonadondan iborat bo'lgan 35 ta ko'p kvartirali uy-joylar qurilib foydalanishga topshirilgan va bu yerda qator ijtimoiy soha obyektlari ham foydalanishga topshirilgan. Bugun ham bunyodkorlik ishlari davom etyapti. Bizning Qo'shko'pir tumani eng chekka, og'ir hudud bo'lib, mana keyingi davrlarda qilinayotgan o'zgarishlar, bunyodkorlik ishlaridan mamnunmiz. Turgan joyimiz Yangi O'zbekiston massivi. Qisqa vaqtning ichida zamonaviy tipdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ishga tushirilishi va turli ijtimoiy obyektlarni beda ishlashi aholini yana bir marta quvontirmoqda. Mana shu uchun biz shaxsan prezidentimizdan minnatdormiz. Bunun için kuruluşlarını, çok qavatlı joylarni katta shaharlarda bo'ladi. Tuman miqyosida, qishloq miqyosida umuman bo'lgan emas. Qarang, 7 etajli, 9 etajli joylar qurilib turibdi. O'sha vaqtda bellar tashlandiq orqada qolmadi. Hozir kelsangiz, birini tanimaysiz. Aholi sonining oshishi uy-joyga bo'lgan talabni ham ko'paytirishi bor gap. Yangi O'zbekiston massivi mazkur masalaga ijobiy yechim bo'ldi. Men shu yerdaman. Shu yerda Qo'shko'pir rayonida qurilgan joylarda ehtiyojimiz bo'lgani uchun shu yerda joy oldik. Quruvchilarga ming rahmat. Shunday sifatli, chiroyli qilib topshirdilar. Hamma narsasi bir joyda
2025-yil 26-dekabr kuni Prezidentimizning Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida ta'kidlanganidek, 2030-yilga borib mamlakatimizda IT xizmatlar eksportini qariyb 5 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. Bu borada esa mamlakatimizda soha rivoji uchun xizmat qiladigan va mazkur marraga erishishga xizmat qiluvchi IT mutaxassislari tayyorlanishi yo'lga qo'yilgan. Jumladan, mamlakatimizda ilk bor 2024-yilda Xorazm viloyatida maktab, oliygoh IT kompaniyasidan iborat yaxlit tizim yaratilgan holda bugun viloyatning har bir tumanida zamonaviy infratuzilmaga ega bo'lgan axborot texnologiyalari markazlari tashkil etilgan va 7-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar bugungi kunda soha sir asrorlarini malakali mutaxassislardan o'rganib kelishyapti. Al-Xorazm varislar loyihasi doirasida hozirda 206 nafar yosh ingliz tili IT yo'nalishlari bo'yicha bepul ta'lim olmoqda. 2025-yil, 2026-yil o'quv yillari davomida yoshlarimizdan 150 nafari professional sertifikat olishdayam. O'zim shu sohani 15 yildan beri o'rganib kelmoqdaman. Biz o'rgangan paytlarda bunday sharoitlar yo'q edi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan IT parklar tashkil etilib, yoshlarga chiroyli sharoitlar yaratib berildi. Hozir yoshlarimiz mazza qilib ta'lim olmoqdalar. Talaba bo'lgan paytlarim Qo'shko'pir tumanida shunaqa sharoitlar bilan IT parklar quriladi degan xayol ham bo'lmagan. Hozirda mana tumanimiz chekka hududlarida ham o'quvchilarimiz kelib ta'lim olishmoqda. Men bu loyihada 2024-yildan buyon o'qib, o'rganib kelaman. IT, ya'ni dastur sohasida tushuncha bor edi, lekin yetarlicha bilim ko'nikma yo'q edi. Tumanimizdagi IT park binosiga kelib, men dasturlashga oid ko'p narsadan o'zimga tushuncha ortdim, o'zim o'rgandim shu narsalarni va o'zimni dasturlash olamidagi yo'limni topib oldim. Sartaroshxonalar uchun onlayn booking tizimi, ya'ni navbatni onlayn qilish, hamma narsani avtomatlashtirish, shu narsani ishlab chiqdim. Barbershop loyihamiz tumandagi saloniga sotildi. Keyingi maqsadlarim Google, Amazon, Meta kabi kompaniyalarda ishlash. Prezidentimiz tashabbusi bilan Urganchda ochilgan xalqaro Al-Xorazmiy universitetida o'qish niyatim bor albatta. Mazkur loyihadan tashqari tumandagi maktablarda tahsil olayotgan 20 nafarga yaqin o'quvchi yoshlar frilanserlik bilan shug'ullanib, oyiga 5 million so'mgacha daromad qilishyapti. 2024-yil mart oyidan buyon Qo'shko'pir tuman IT parkida Al-Xorazmiy varislari loyihasi doirasida o'quvchilarimizga ta'lim berib kelmoqdamiz. Men o'zim Java backend mutaxassis sifatida darslar berib kelamiz. Metodlar va atributlar, obyektlar tushunchalarini o'quvchilarga o'rgatib kelmoqdamiz. Loyihalar ishlab yurgan o'quvchilarimiz ham bor. Sotish pog'onasiga yetganlar ham bor. Sertifikat olish masalasi bo'yicha tumanimiz yuqori o'rinlardan joy olgan. 200 ga yaqin professional sertifikatlar, 100 dan ortiq Coursera sertifikatlari va IT yo'nalishlari bo'yicha ingliz tili va til sertifikatlari bo'yicha Xorazmda birinchi pog'onalardan joy olib kelganmiz. IT sohasiga bolaligimdan beri qiziqaman. Oldin bu sohani o'rganishimiz uchun tumanimizda yetarli sharoit bo'lmagan. Shu sababli viloyat markaziga borib ta'lim olishimiz kerak bo'lgan. Mana prezidentimiz tashabbusi bilan Al-Xorazmiy varislari loyihasi yo'lga qo'yilib, Xorazmning hamma tumanlarida zamonaviy IT parklar tashkil qilindi. Bu loyihaga men 7-sinf vaqtimda kelib, shu yerda o'qishni boshlaganman. Do'stlarimiz bilan birga loyihalar ishlab chiqib, tajriba oshirdik. O'quvchilik vaqtimizda mana har xil dasturlar yaratib, daromadga keldik. Kelgusida yaxshi IT mutaxassis bo'lib chiqish niyatim bor. Xullas, tumanda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda bugungi kun talabiga mos yangilanishlar davom etyapti. Umuman olganda hali bu boshlanishi, oldiga qo'yilgan marralar esa katta. Ularning amalga oshirilishi hudud obodligi bu yerda yashovchi yurtdoshlarimizning farovon turmushiga xizmat qiladi.